soliha ayol debdilar, erini haqqiga desa duo qiluvchi bo'ladi debdilar. Duo qilganda ham shunday bir duo qiladiki, erni ko'yli ko'tariladigan va soliha ayol debdilar, erini farzandlariga yomonlamaydi debdilar. Dadin o'zi ablah odam. Dadindaqa yomon odam yo'q. Dadini qorni to'ysa bo'ldi. Agar bolalar bo'lmaganda bir kun yashaydigan odam emas bu inson. Ko'cha xandoni, uy zindoni. Ko'chada uyga ketsa qovog'idan qor yog'adi. Xuddi hamma yegani bu qurib qolganga o'xshaydi. Bu odam o'rdak mijoz. O'rdakka dunyoda suv bossa hech narsa bo'lmaganidek, to'pig'idan bo'lmaganidek, bu insonga ham xuddi shunaqa deb yomonlamaydi solih ayollar. Balki Mahdiyni dadalaringni qaranglar. Dadalaring qarib qoldi. Sizlarni o'qimishli qilaman, hunarmand qilaman, nonini butun qilaman deb bitta joniga bechora kechasini, kunduzini demay ishlagan bechora. Issiqda qo'llari qavarib ketsa ham, sovuqda oyoq qo'li muzlab qolsa ham, o'zi kiymasa ham sizlarni kiygizganda shu otalaring. Endi katta bo'lganda nima qilib qo'yapsan bolam? Otangni kiygan libosini qara. Dadang aytardi, dadi ayasi bolasini o'qitayotgan otani cho'ntagida pul turmas ekan desa, aytardim dadasi, hali o'qitib olavering, bolangiz noni butun bo'lib olaversin, cho'ntagingiz pulga to'ladi, jaraq-jaraq bo'ladi deb aytgan edim. O'qimishli bo'ldingiz, hunarmand bo'ldingiz, noningiz butun bo'ldi-yu, otangizga nima qildingiz o'zi? Haqiqatda o'qib olish oson emas. Otamizni puliga o'qiymiz-da. Dada yo'l kira bering, dada abed pul bering, dada kontraktimni to'lab qo'ying, dada ustuvosh olib bering, dada palon olib bering, dada piston olib bering. U pul qayerdan kelgan? Dadada qilib berish kerak, iloji yo'q. Lekin berayotganda ichidan nima o'tuvdi-ki-da? O'qimishli bo'lib, hunarmand bo'lib, noni butun bo'lib, o jaraq pul ushlaganimizda dadamizni o'ylayapmizmi? Kim o'ylaydi? O'zimiz o'qib qo'ydik-ku, o'zimiz hunarmand bo'ldik-ku, o'zimiz topyapmiz-ku. Soliha ayol eslatib turar ekan-da shuni. Dadalaring kecha yig'latdi-da, nimadir ekan. Ya nimaga, nima bo'ldi? Kapanim to'liq bo'ldi. Neydi, angishon edi, sovun edi, yuvichini puli, qabristonni puli. O'limdigim deb durraga tegib, kapanim to'liq bo'ldi, o'limdigim dedi. Shuncha qo'llaringiz turib, nima kapanlikni o'ylaysiz? Dadasi, tasbih aytib turadi dedi. U xotirjam bo'lyapti nimaga? Ertaga o'lsam-u yilda bir marotaba boshiga ustuvosh qilib bermagan bu bolalar, hatto qishda bitta paypaq kiygizib qo'ymagan bu bolalar ertaga o'laydigan bo'lsam ham shu kapanim ham akam qilsin, ukam qilsin, uyda qolgan qilsin, topayotgan qilsin deb uni qo'shnining oldida sansala mansala bo'lmasin deb qilib qo'ydim dedi, rosa yig'ladim derkan. Haqiqatda otamizga yilda bir marta ustuvosh qilib qo'yapmizmi? Bitta paypaq ham olib qanaqa qilib ishonsin siz bizga ertaga kapanini. Soliha ayol farzandlarini nima qilarsa shunaqa. Endi bunaqa soliha ayol kimga yoqmaydi-ya? Hammaga yoqadi. Endi buni so'rash kerak-da. Endi uylanganlarimiz bo'lsa, xotinimizni soliha qilib bergin deb, uylanishlikda turganlar bo'lsa-chi desa, soliha qizni menga ro'para qilgin deb Xudodan so'rashimiz kerak. Alloh hammalarimizdan rozi bo'lsin, hammalarimizni Alloh rushdi hidoyatda qilsin, iymonlarimizni Alloh salomat aylasin. Duo qilamiz. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatik.